Ustilari qarsildoq ichlari bilan pishadovun, sotuv uchun mo'ljallangan mazali pirojkini barcha sirlari bilan tayyorlab ko'rsataman. Idishimizga qatiq, qaynagan suv, shakar, dro'jja, tuz, tuxum, ozroq yog', un bilan birga 1 qoshiq kukuruzli kraxmal solib, yumshoq xamir qaramiz. Issi joyi yarim soatda oshirib olamiz. Bu arada kartoshkalarimizni qaynatib, tozalab, piyoz, bolgarskiy zelen, tabga qarab ajji burch solib, past olovda pishirib olamiz. Tayyor nachinkani tozalangan kartoshkani ustuna sariyog', paprika, tuz bilan solib cho'p beratamiz. Xamirimizni ichine 1 qoshiqdan nachinka solib yaxshilab bo'kib, 15 minut oshirib olamiz. Pirojkilarimiz chiroyli tillodin bo'lib pishishi uchun gap yo'q, hidsiz paxta yog' o'rta olovda 2 tomonni qizartirib olamiz. Yurakchani bosib videoni pirojkasi o'xshamidon danishlaringizni yuborib qo'yinglar.